Sahnadan baqirishni boshlaysiz, shallaq xotinga o'xshab. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi, unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi, to'pab qilayotganda. Sizdagilar gapirmasin bunaqa gaplarni. Eri yo'lda boshiga Buxorodan kelib qarg'achi chiqib ketarkandir, eskilar, qo'pol qilayotgandir. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda davlat muzeylaridan birida joylashgan tarixiy shaxsni aks ettiruvchi haykalga nisbatan bir qiz tomonidan nojo'ya xatti-harakatlar qilingani aks etgan video keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Muzey kulgu qilinadigan, trend ortidan quviladigan joy emas. U yerda har bir qadam, har bir harakat mas'uliyat bilan qilinishi kerak. Chunki muzey devorlari orasida xalqning kechmishi, iztirobi va g'ururi mujassam. Afsuski, bugun ayrim yoshlar e'tibor va ko'rishlar uchun hurmat chegarasidan o'tmoqda. Bir necha daqiqalik video, bir nechta layk uchun tarixni masxara qilish bu jaholatdir. Bu nafaqat bitta insonning xatosi, balki jamiyatimizdagi befarqlikning oqibatidir. Shuni unutmaylik, ajdodlarga hurmatsizlik o'z kelajagiga xiyonatdir. Tarixni oyoq osti qilish millatni kamsitishdir. Bu kabi xatti-harakatlar nafaqat ma'naviy, balki huquqiy jihatdan ham javobgarlikni talab qiladi. Davlat mulkiga, madaniy merosga hurmatsizlik qonun oldida javobsiz qolmasligi kerak. Bu holat barchamiz uchun ogohlantirish bo'lsin. Farzandlarimizga tarixni sevishni, qadrlashni va hurmat qilishni o'rgataylik. Chunki millatning kuchi uning xotirasida. Aziz ota-onalar, farzandlaringiz bilan ma'naviy va tarbiyaviy mavzularda suhbat olib boring. Zero videodagi kabi holatlarni oldini olgan bo'lasiz. Albatta bu qizga tegishli tartibda chora ko'riladi degan umiddamiz. Sudda 15 sutka yoki jarima emas, balki 100 ta varaqga o'sha tarixiy inson haqida ma'lumot yozdirib, yaxshilab gapirib berish kerak. Shunda bu qiz boshqa tarixiy joylarda bunday nojo'ya harakatlarni amalga oshirmaydi. Agar fikrlarimizga qo'shilsangiz, videoga like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Shu orada O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan ajrashgan ayollarni unitasiga qiyoslagan intervyusi yuzasidan keyin bir ayol unga nisbatan qattiq javob qaytardi va ajrashgan ayollarning qadr-qimmatini yerga urmaslik kerakligini aytib o'tdi. Alfonslar bilan siz yashab, sizni Alfons erlaringiz sizni xafa qilmagan, qo'lini ko'tarmagan, chunki joyiga qo'yib qo'yasiz, siz bitta fanatlaringizga ham baqirib ketasiz-ku konsertlaringizda, hurmatini joyiga qo'ymasdan. Sahnadan baqirishni boshlaysiz, shallaq xotinga o'xshab. Shunaqangi ayollarning dostoinstvasi haqida gapiryaptimi? Sizni Alfons eringiz sizga ozor bermaganda, boshqalarning eriga o'xshab. Chidamagansiz deysiz, urushlarga-yu, xiyonatlarga-yu, o'zbek ayollari chidab keladigan narsalarga. O'shaning uchun o'tirib olib ajrashgan ayolni unitaz bilan bir xil debsiz. Sizdagilar gapirmasin bunaqa gaplarni. Eng patxalim, eng anaqangi lagambardor artist O'zbekistonning lagambardor artistisiz siz. Ushbu videodan so'ng izohlarda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Yulduz Usmonovaga nisbatan negativ fikrlarni yana ham kuchaytirishdi. Shuningdek, Yulduz Usmonova intervyusida aytgan so'zlaridan so'ng jamoatchilikdan uzr so'radi. Mabodo noto'g'ri dilni og'ritib o'tgan bo'lsam, kechirim so'rab qolaman. O'ylar dunyoda birov dilni og'ritish niyatim yo'q, fikrimni aytdim. Gapirayotganda emotsiya berilib ketib qoladigan bitta kasalim bor meni. Ana qilaman. A to, что вот я никто в жизни, men hech kim emasman. O'zimdan so'rasangiz. Men ishimni qilib yurgan bir devonai darvesh dedim. Devonai darveshman. Мое мнение это мое мнение. Я сказала свою точку зрения. Кто не согласен, просто возьмите и выкинете, и нет проблем. Avvalroq xonandaning ajrashgan ayollar haqidagi keskin iboralari ko'plab noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi, unitazga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi, to'pab qilayotganda. Не надо, любите себя, уважайте себя. Bir eringga bo'lsa, eri yo'lda boshiga Buxorodan kelib qarg'achi chiqib ketarkandir, eskilar, qo'pol qilayotgandir. Qaysi tilda aytdi yana? Erni boshini maqtayman-da. Er bo'lsa yaxshi, endi hali ahmoqlari bor, urang'ichlari. Hali o'tasi haliga qayta vaqt tashlaydiganlari bor. Unaqalari bilan endi dadalaring kelib gaplashib, akalaring kimlarga kelib urib ketsa, odam bo'ladi. Lekin ajrash, yo'lini qilib ajramaslikda harakatini qilish kerak. Lekin imkon yo'q ajratib. Qaynana uchun erdan ajraladimi ayting? Ushbu so'zlar ayollarni kamsituvchi tarzda qabul qilindi va keng bahs munozaralarga sabab bo'ldi. Shundan so'ng Yulduz Usmonova jamoatchilikka murojaat qilib, hech kimni haqoratlash yoki ranjitish niyati bo'lmagani, aytilgan gaplari noto'g'ri talqin qilinganini ta'kidladi. San'atkor so'zlaridan ranjigan barcha ayollardan samimiy uzr so'raganini ham bildirib o'tdi.
Shu bilan birga san'atkor o'z fikrining asosiy maqsadi oilalarda bo'layotgan ajrimlar sonini ko'payib borayotganiga e'tibor qaratish bo'lganini ta'kidladi. U ayollarni ajrashishga shoshilmaslikka, oilani saqlab qolishga harakat qilish kerakligini aytib o'tdi. Xonandaning fikricha, ajrimlar nafaqat er-xotin, balki farzandlar va jamiyat uchun ham salbiy oqibatlarga olib keladi. Shu sababli oilaviy muammolarni sabr, muloqot va o'zaro tushunish orqali hal etish muhimligini urg'uladi. Mazkur uzr so'rash videosi ijtimoiy tarmoqlarda turlicha baholandi. Ayrimlar buni to'g'ri qadam deb hisoblagan bo'lsa, boshqalar shuncha gaplardan so'ng uzr so'rash kech bo'lganini ham ta'kidlashdi. Siz Yulduz Usmonovaning ijtimoiy tarmoqlarda bunday keskin chiqishlarini qanday baholaysiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzbom TV kanaliga obuna bo'ling, videorolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.